Assalomu alaykum, Marlon kanalining aziz obunachilari va bizni uzoq yaqindan kuzatib boruvchi aka-ukalar. Men ham bugun Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Leninamiz qurbonliqqa so'raganlar uchun qo'ylar bor ekan dehqon akamizdan. Mana shu 3 o'z sotiladi. Nari tomonda yana bitta bor, ko'rsatib o'tamiz uni. Bo'ylari 80 plyusda bo'lsa kerak. O'lchaganimiz yo'q. Reslari ham 85 kilo chiqadi. Tortilmagan. Taxmin aytyapsiz, balki 90 kilo, balki 80 kilo chiqadi. Ko'ringlar qo'chqorlar. Ana shu oq tuyaqlisi zotga olaman deganlarga ham zo'r tushar ekan. Uni qaranglar, beli bilan dumma tekis. Mana xolasalar so'ygan qurbonliqqa. Yoshlari 2 tishdan bo'lsa kerak. Tishini ochib ko'rganimiz yo'q. Shu Marg'ilonliklar bo'lsa, kelib ko'rib olaverasizlar. Ustida savdo qilaman deganlarga. Telefon nomerlarini qoldirib qo'yamiz. Xolasalang telefon ko'rib olgan yaxshi babi kelib. Xolasalang telefonda savdo qilinglar. Mana akalar. Qo'chqorlar ko'ringlar. Bu o'tda bittasi kattaroq ekan, ichida semizroq. 90 kilo chiqib qoladi ashi. Men tortilmagan, taxmin aytyapsiz. Xolasalang taroziga olinglar, xolasalang oyog'ida gaplashaveradi. Dehqon akamizdan. Ko'ringlar qo'chqorlar zo'rlardan. Ichkariga kirishda iloji yo'q, shuning uchun kirganim yo'q. Iloji boricha ko'rsatyapti. Qo'chqorlar. Yem yegan foizini baland beradi. Telefonda qanday ko'rinyapti bilmayman. Olib so'ygan qurbonliqqa mana dehqon akalarimizga olsalaring baraka topasizlar, xudo xolasa. Olib sotlardan ko'ra dehqonsa qimmatlash arzonroq beraveraman. Savob deb bola bizga ham deyaptilar dehqon akamiz. Tirikchilikdan odamdan olgandan ko'ra arzonroq beraveradilar. Dehqondan dehqonga o'tsa degan maqsadda mana qo'yyapmiz videoga. Qo'ya olmaganlar hayit kuni olib ketsalaring ham bo'laveradi. Qo'chqorlarmi yaxshi qo'chqorlar ekan akalar. Mana sotilayotgan ikkitasi sotilibdimi, o'ttadasi sotilar ekan endi bitta. Orqa tomonlar. Shu o'ttada bittasi sotilar ekan. Ikkitasini sotibdilar. Ko'ringlar. Yem yegan katta narsalar ekan. Telefonda qanday ko'rinyapti bilmayman. Ko'rib kelib olganlarning yaxshi shu o'tda deysan. Mana ikkosini berib sotib olibdi. Ko'ringlar akalar. Desam bilmayman, 90 dan oshirmikan yo 90 chiqadi. Mana shu bitta o'tda deysan. Mana shu qo'chqorlarda akalar taroziga 70 ming so'mdan beraverar ekanlar. Shu uchovsini ko'ringlar. Qimmat olib qo'ydim, arzon olib qo'ydim bo'lmaydi. 70 mingdan tortib olaverar ekansizlar. Xohlasangiz bugun kelib tortib olsalaring ham hayit kuni olib ketaverar ekansizlar. Zakolat berib kelishilgan holatda. Ishlarni ham ko'ringlar akalar. 70 mingdan pul berib olib ketaverar ekansizlar. Mana akalar, bu bittani ham 70 mingdan beraverar ekanlar. Mana shu birinchi deydi. Arzonlim, qimmat oldim bo'lmaydi-yu.
70 mingdan dehqon akamiz mana berib yuboraveraman deyaptilar. Chiqqan kilosiga bugun pul sanab qo'ysalaring ham, hayit kuni olib ketsalaring bo'laverar ekan. Qolgan 1 kilo qo'shilarni, 2 kilo qo'shilarni ungacha yarim kilo qo'shilarimiz sizlar bonusdan foydalaning. Mana shunisi sotiladi. 70 mingdan necha kilo chiqsa pul beraverar ekan, sizlar ko'ringlar akalar. Dehqon akamizdan. Videoda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qo'yoqlar yurganlarga jo'natib qo'yamiz. Kelaverasizlar Marg'ilon Leylanga 70 mingdan.